Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimizda 9 oxirida toza Ashxobodskida sotib qo'yilgan bir qavatli bir plan hovli joyimiz bilan tanishib o'tamiz. Ko'rib turgan ish hovli joyimiz elde 20 metr, arkasi 20 metr bo'lib 400 kvadratni tashkil qilgan. Ko'rib turamizda eldilarining fasadlari ishlangan, toshkentskiy stilda qurilgan. Bu tarafda bir darvoza, mashina kirib chiqish uchun. Bu yerda esa asosiy eshigimiz joylashgan ekan. Eldilariga zelyoniy zonalari qilingan. Bir-ikki beda mevali daraxtlar, uzumlari bor ekan. Bu yerda yana damli eshiklar qo'yilib, kirib kelaverishimiz yana toshkentskiy stilda qurilgan ekan. Bu yerda yana o'ng tarafda yana zelyoniy zona qoldirilgan. Bu yerda chap tarafda esa tapchani qo'yib, shundan o'tirib dam oladigan yer qilsa bo'ladi ekan. Ikki dona stubenka chiqib tushish uchun zina qilingan ekan. Eldilari shestkrayni bo'lib, chiroyli qilib chiqilgan ekan. Bu yerda yana ko'chadan ko'rgan darvozamiz. Dam tarafda to'g'rida kladovka uchun joy qoldirilgan. Shunda meda-chuda qo'yish uchun. Bu yerda yana joyimiz bor ekan. Bir mashina bemalol giradi. Agar bu tarafdan ochib qo'ysangizlar 3 mashina ham sig'dirsa bo'ladi ekan. Xo'p, uyning asosiy qismi bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, ichki taraflari bilan fasadlari qilingan, apishkalardan o'tilgan ekan. Ichondan girib tanishib o'tadigan bo'lsak, girganimizda bu yerda tambur esa qoldirilgan. Dalanımız aboydan chiqib turibdi. Bu yerda rakovinamiz joylashgan, kanalizatsiyalari chiqqan. Dalandan yaxshi bilan keng tushgan ekan. Dalandan o'ng tarafda bir xona, chap tarafda bir xona. Bu yerda chap tarafimizdagi zalimiz. Zalimizning razmeri 5 metr, 6,5 metr bo'lib, shundan keng katta zal qilingan ekan. Jitkaboy qilingan ekan, devorlari, pataloklari plastika qilgan ekan. Bu yerda to'g'ridagi xonamiz esa spalni. Bu spalnimizning razmeri 4 metr, bu tarafimiz 4 metr, ondan so'ng enini 4,5 metr bo'lib tushgan ekan. Hop, bu yerda dalandan to'g'riga to'g'ri o'tadigan bo'lsak, bu yerda to'g'rida bir spalni, chapda yana bir xona. Bu chapdagi xonamiz ham sol. Bu xonamiz 5 metr, 6 metr bo'lib tushgan ekan. Keyin yana bir narsani aytib turibdilar. Uy 20 metr bo'lsa, uyni yarım 10 metr qismida orqasida yana qo'shimcha 1 metr haddi bor ekan. Bu tarafdagi yana yarım qismida, ya'ni 10 metrda 2 metr haddi bor ekan. Ularni ham qo'shtirib beraman deb turibdilar. Bu yerdagi spalnimiz aboydan chiqqan, orqa tarafdan bir oyna tushgan ekan. Bu xonamiz ham 3,5-4 metrdan bo'lib tushgan. Bu yerda o'ng tarafda detskiy spalni qilingan. Bu yerimiz ham jitka boydan chiqib turibdi ekan. Tualet, vanna joyimiz. Patologacha polni kafeldan chiqqan, oyoq kiyimlari cho'kib qilingan. Patologimiz natijada patolog qilingan ekan. Do'kondan kafellar qo'yilgan. Hamma narsa bor. Reduktor, stabilizator, dushoya tuzatilgan, unitazlar ham yaxshi toza sotganida turibdi. Bu yerda keyin kuxnyamiz joylashgan. Kuxnyamiz ham oboydan chiqib turibdi. Kuxnya mebellari qo'yilgan, gaz plitalari bor, birgina ishora bir vitishga qo'yib berish kerak ekan. Uydan faqat yana xolodilnik ketadi, dalandagi katta televizor ketadi, boshqa hamma narsa qoladi.
g'alabami, boshqa narsa bormi, hammasi qoladi. Bu yerdan yana uyni yonboshidan chiqadigan yana bir eshik qo'yilgan. Qo'shimcha beramiz kladovka. Genda görganda odamlar o'zlari girib ko'radi deb turibdi. Hop, uyimizni tanishtirib o'tdik, asosiy ma'lumotlarni berdik. Bu yerda bir dona konditsioner ham bor aytgancha, bu konditsioner ham qoladi. 18 lik inverter konditsioner ekan. Birinchi televizor ketadi ekan, boshqa hamma iloji qoladi. Qiziqqanlar bo'lsa, kimgadir yoqqan bo'lsa, bemalol telefon urib kelib ko'rishlaringiz mumkin. Barter variantlari bor ekan. Kamida 3 xonali kvartira ya yarim plan uylar bo'lsa, shular bilan barter qilish imkoni bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.